Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun boya 2 soat oldin video chiqargan edim. Ya'ni kim o'sha Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani jinoyat sudida Sharof akani sudlarida ustidan murojaat qilgan murojaatchilar mana bittasini Orchev Dilmurod aka chiqargan edim. Mana Laz aka ham gapiradi degan edim. Mana Laz aka o'zlari ham gapirdilar. Mana yana bitta murojaatchimiz bizga chiqib keldilar. Aka mana bemalol o'zingizni tanishtirib, bo'lgan holatni boricha aytib bering ommaga. Abdurazakov Laz Akromovich. Nimani aytaman? Mana bugun sud bo'ldi. Xolisona haqiqatan ham sudimiz xolisona qaror chiqardi. Chunki aybdor jazosini olsin. Mana shu 24-yil fevral oyida mashina olib beraman deb menga 2 marta bo'lib $7,000. Keyin $8,000 pulim olib ketgan. Sizga qanaqa avtomashinasi olib beraman deb pul olgansizlar? Jami qancha so'm olgan shunda? $15,000 olgan. O'shalar orasida Piskentda qamalib qolib, yetti firibgarligi bo'yicha. Qamalib, mana chiqqandan keyin yo'q, men bir so'mdan qarzim yo'q, pulni berganman deb har xil vajlarni keltirib yurdi shu vaqtgacha. Lekin men o'zim mard bo'lib tan olib turibdim. $7,000 bergan, uni gap yo'q. Shu $7,000 qanday bergansiz-da? $7,000 Hayot degan fuqarodan $3,000 olib berdim dedi. Uni Hayot ham ko'rmagan. Hayotdan $3,000 olib berdim. Lekin olgan. Sharofni o'zi, Umar Sharofni Hayotdan oldim dedi. $3,000ni Dilmurod aka degandan, To'xta Dilmurod aka degandan oldim dedi. Norchayev, Norchayevni. Keyin $1,000ni keyin eshitishim bo'yicha PMK degan joy bor bizda-da, oyna zavodi bo'lgan. Shuni orqasida terayda 3 ta odamga sotgan ekan. O'shalar bittasini pulida menga chegirib $1,000 yerdan olib bergan. Men hammasini isbotladim. Jami $7,000 beryapti. $7,000 bergan. Siz boshda ichki ishlarga, Bo'ka tumani ichki ishlarga yozganingizda holat qanday bo'lgan edi? Sharof akani ustidan yozganingizda boshda? Boshida bu kimlardir, ya nimalardir aralashtirib, har xil vajlarni keltirib, birinchi marta meni ishimni отказ qildirdi. Jinoyat alomatlari yo'q, oldi berdi deb 83-moddaning 2-qismi bilan jinoyat alomatlari yo'q deb ma'muriy sudga jo'natgansizda, fuqarolik sudiga. Uzr. Fuqarolik sudiga jo'natmadi, отказ qildirdi-da. Shu fuqarolik sudi orqali olasizlar degan. Undan keyin siz o'zingizni qanday bunday qilib aytganda sa'y harakatlarimiz bilan deyirdik. Bular qilgan sa'y harakati bo'lsa, biz ham sa'y harakatlarimizni harakat qilib jinoiy ish ochtirdik. Advokat yo'llab haqiqatni yuzaga chiqardik. Buni firibgarligini. Yana nima deyman? Mana xolisona bugun qaror topdi. Xullas, men sizni qandaydir bir qarindoshingiz yo tanishingiz emasman. Sizni o'zingiz menga chiqib keldingiz. To'g'rimi? Mana shu blogerlarga ishonib, ochiqlik siyosatiga ishonib, shu haqqoniy bo'lsin, shaffof o'tsin sudimiz. Haqiqatdan ko'rsin boshqa fuqarolar ham xuddi mana shu mandek qilib ertaga aldanib qolmasin fuqarolarga deb o'zingizni xohishingiz bilan videoga chiqayotdingiz, fuqarolarni ogohlantiryapsiz bu bo'yicha. Aldanib qolmanglar deb. Mana xudo xolasa sudingizda o'zi mana televizorlarda ham aytyapti o'zi. Mayli, bilib bilmay degan emas deb o'zimizni mahallam bolasi degan fikrga borib ish qilganmiz-da biz. Agar begona bo'lganda buncha pulni birovga bermasdik. Ishonch hosil bo'lgan, qo'shningiz bo'lgani uchun. Albatta oldindan oldi berdi qilib yurgan bu. Yana nima deyman endi? Xullas, hurmatli fuqarolar, jazosini olsin. Hurmatli fuqarolar, yo'q aytgandek, hech kimga hozir pul bermanglar. Mashinik rosa ko'payib ketgan. Mana buning uchun o'sha o'zimizni shaxsan Bo'ka tumani ichki ishlar xodimlari, o'sha tergov xodimlari yana qaytadan ishni sinchkovlik bilan o'rganib, o'shani prokuraturaga, ichki ishlar o'zini chiqargan qarorni o'zi bekor qila olmaydi. Yana qaytadan prokuraturaga berib, prokuratura ichki ishlar qarorini bekor qilib, ya'ni kim o'sha jinoyat alomatlari yo'q degan yopgan ichki ishlarning qarorini prokuratura bekor qilib, prokuratura yana ichki ishlar yana qaytadan surishtiruv olib borib, jinoyat alomati borligini isbotini topib, tergov xodimlari sudga chiqazib berdi jinoyat sudiga. Buning uchun o'zimiz Bo'ka tumani ichki ishlar xodimlariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shaxsan jamoatchilik nazorat sifatida mana fuqaro ham xursand. Ichki ishlar xodimlaridan ham, ichki ishlar xodimlariga ham haqiqatni yuzaga chiqarib bergani uchun sud xodimlariga ham, sudyalarga ham katta rahmat. Buning uchun mana bugun boya ham aytdim, Norcha Dilmurod akada shaxsan Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Saqulov Sanjar akaga o'z minnatdorchiligimni bildirasiz. Katta rahmat.
Yana nima deb o'tasiz? Prezidentimizga qanday anoningiz bor? Nima deyman? Haqiqat baribir qaror topadi-da endi. Nima desam ekan? Mana shunaqa firibgarlardan ehtiyot bo'linglar. Prezidentimizga o'z minnatdorchiligingizni bildiring, sudlarga minnatdorchiligingizni bildiring. Haqiqatdan minnatdorsiz bulardan. Shaxsan men ham minnatdorman mana. Ichki ishlar xodimlaridan, sud xodimlaridan, prezidentimizdan hammasidan minnatdorman, xursandman. Shunaqa adolatli qaror chiqarganidan xursandman. Mana hurmatli fuqarolar, mana bu ikkinchi murojaatchimiz o'sha Laziz akam bo'ladi. Boya aytganimdek, mana bu ham o'sha sudda shaffof, odilona o'tish uchun bizga chiqdilar, mana blogerga. Men o'zim 7 marta bugun 7 sudlari bo'ldi. 6 tasida o'zim qatnashdim. Bittasida qatnasha olmadim, chunki boshqa murojaat bilan ketib qolgan edim. Sudlarda qatnashdik, sud odilona bo'ldi. Mana qonuniy hukmni chiqazdi. Sharaf aka uzil kesib 6 yil qamoq jazosi berildi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Katta rahmat.